Biz 170-yillar dachaga yo'lga chiqdik. 69-yilmiz-ku. 170 deyover, ketdik. Otaxonlar mana dacha. Faqat qiz-piz olib kelmaysizlar. Nimamizga qiz olib kelamiz? Nimamizga qiz olib kelamiz? Xudondali odam bo'lsak. Nimadir deng, xudo? Indamay xo'p deb qo'yavering, xudo. Onangdan yurganmi issiq ekan-ey? Ha, o'zi savuni issiq bo'ladi-da. Indir. Suvsin. Mazza-yu. To'g'risini ayt, qaysi birinchi chiqardi? Emas. Bunaqa ob-havo qishloqda ham bor-ku. Massaj chaqiring dachaga. Chakras qo'yi ag'la surtib, relax. Allo, massajmi? Hozir massaj chiqib keladi, atir-patir sepib olishga. Atikolon zo'rini sepganmiz. Sizlarni massaj chaqirgan? Jichcha g'alati emasmi? Otaxon, birinchi sizdan boshlaymiz. Otaxon, men tuxum bilan massaj qilaman. Tuxum deydimi? Aniq massaj chaqirdikmi? Otaxon, tayyor bo'lsangiz boshladik-a. Shu yoshlarga o'xshab tetik bo'lay deymani, shu bel margat qiladi-da. Alo, qizim. Bobojon, srochniy xonamga kiring iltimos. Xonandaman qizim, gapir. Bobojon, hozir ayni muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich foizini to'lab xonada xarid qilmoqchi edim. Hujjatlarim juda ham kerak bo'lyapti. Xonamga kirib notebookni yonini bosing, yonadi. Yoqdim qizim. Sichqonchani ko'rdingizmi? Chichqon? Ko'rdim chichqonni. Xonangda to'p o'ynama deganman, qizim, chichqon ko'payib ketibdi xonangda. Yo'q, stol ustidagi sichqonchani aytyapman. Ha, ko'rdim, chichqonmi bu? Ha, o'shani sekin aylantiring. Aylantiryapman qizim. Nima chiqdi? Hech narsa chiqmadi qizim. Bobojon, stol ustiga qo'yib silang. Asalim, poponam. Chiqdi qizim. Strelka chiqdi. Aha, o'shani burchakka boring, burchakka. Uyni burchagiga olib keldim qizim. Obbo, kompyuterni oldiga boring, bobo. Katta odamning haqqimidi. Rabotchi stol ustida papka turibdimi? Ha, papka turibdi qizim. Papkaning ichida nima bor, bobo, papkaning ichida? Papkaning ichida fayl bor qizim. Ha, o'sha fayl ichida nima bor? Chota fayl pustoy qizim. Qo'rqitmang, bobo, qanaqasiga pustoy bo'ladi papka? Ha, mana xonangdagi stolda papka ichida fayl bor, pustoyda qizim. Ey bobo, ekran ichidagi papkani aytyapman, ichida fayl bor, fayl. Ha, shuni aytmaysanmi qizim? Ha, mana burchakda olib bordim. Ha, o'shani 2 marta bosing. Ha, qizim, sen uchun 2 marta emas, 4 marta bosib qo'yaman. Ana. Nima chiqdi? Udalit все. Ha?